Zap bankda ilon qo'yasiz. Mahalla loyihasiga kreditlar beryapti. Mahalla loyihasi 2 million kredit beryapmiz. Ayol kishilarga foizi 23%, erkak kishilarga 24%. 5 yilga 2 yillik imtiyoz berildi. Bu ayollar yurisliklarga tadbirkorlarga 212 kuncha kredit beryapmiz bizning qarorimiz. 100 million so'mgacha 100 garov. Balki oling, yaxshi tadbirkorning unga qo'yib bo'ladi. Yaxshi kreditlar. Siz faraz birovga aytasiz, birovga o'ylatmang. O'ziga kelib ketavermang. Kunda 5 ta 6 ta ko'rasiz. Shuning uchun bu gaplarga diqqat qilmanglar. Kerak bo'lsa yozib, foizi 23%. Ayol kishilarga. Ayol kishilarga imtiyoz bor. Erkak kishilarga 25%. Vosita qayerga keladi? Naqd berasiz. Vosita naqd berasiz.